Transport vazirligi qoshidagi UzAvtoTransservis MCJga tegishli transport vositalarida Transport vazirligi qoshidagi, ya'ni inspeksiya xodimlari va ekologiya xodimlari bilan birgalikda hozir komissionniy navbatdagi majburiy texnik ko'rikdan o'tkaziladi. Поворот, o'ngga, chapga. Chapga. Yo'nalishga chiqishdan oldin tibbiy texnik ko'rikdan o'tib, aytganlaridek avtotransport vositasini sozligiga amin bo'lganimizdan keyin yo'nalishga chiqishimiz kerak. Juda ham mas'uliyatli, hushyor bo'lib, yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilishini so'rab qolaman.